Qabristonga borib mayyitni ko'mish yoki qabristonga ziyoratga borishdan asosiy maqsad oxiratni eslash, o'ziga nima olish, pand nasihat olish. Shuning uchun solih zotlar dunyoga berilib ketayotgan kishini ko'rsa ham, ma'siyatga juda ruju qo'ygan kishini ko'rsa ham, darhol nasihatlari nima deyshar ekan? Bolam, bir qabristonga bir 3 kun 4 kun ketma-ket har kuni borib turgin ziyoratga deyshar ekan. Kirib, aylanib mashinada kirib olib, aylanib chiqib ketishmas. Naraq qo'yib, piyoda yurib, ibratlanib, uni ko'rasiz, buni ko'rasiz. Ha, bu yerda sportchi ham yotibdi, bog'bon ham yotibdi, duradgor ham yotibdi, vallomati ham yotibdi, anu ham yotibdi, manu ham yotibdi. Ey Alloh, men ham o'larkanman, men ham kelarkanman, o'larkanman deb ibrat olish bundan, namuna olish. Shuning uchun payg'ambarimiz fazuruha fa innaha tuzakkirul axira, qabristonni ziyorat qilinglar, chunki u o'limni eslatadi dedilar. Xolmuhammad bobo qabristoni kelib chiqish tarixi. Rivoyatlarga qaraganda, Xolmuhammad bobo qabristonining paydo bo'lishida ikkita qarashlar mavjud. Aytishlaricha, Xolmuhammad bobo Pahlavon Mahmudning ukasi bo'lgan. Taxminiy ma'lumotlarga qaraganda, Vazir qal'asi 1647-yilda aholi soni ko'payishi natijasida odamlar daryo bo'ylariga ko'chib kelishi oqibatida tashkil topgan. Xolmuhammad bobo qabristoni ham shu yillar oralig'ida paydo bo'lgan. Xolmuhammad bobo qabristonidagi masjid kiraverishida odamni o'ziga tortadigan salobatli va ko'rkam qadimiy ustun mavjud. Bu ustun xivalik ustalar tomonidan yasalgan bo'lib, 1916-yilda Said Mamatov Qutlumurod tomonidan eski masjidga qo'yilgan. 1978-yilda esa Xolmuhammad bobo qabristoniga ko'chirib o'tkazilgan. Xolmuhammad bobo qabristoni imomlarning kelib chiqish tarixi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Jumanyoz, Qurbanyoz, Erniyoz ajdodlarining davomchilari haqida ma'lumot beramiz. Xolmuhammad bobo qabristoni imomlarning kelib chiqish tarixi. Vazir yilida Xolmuhammad bobo qabristoni yonida yashab o'tgan Jumanyoz, Qurbanyoz, Erniyoz ajdodlarining davomchilari Jumamurod bobo sulolasi. Jumamurod mulla 1890-yilda tug'ilgan, 1973-yilda vafot etgan. Umri davomida duradgorchilik, ustachilik, imomlik qilgan. Jumamurod o'g'li Halillo 1916-yilda tug'ilgan, 1983-yil olamdan o'tgan. Jumamurod o'g'li Nurullo 1920-yilda tug'ilgan, urushga ketib bedarak yo'qolgan. Jumamurod o'g'li Shukurullo 1926-yilda tug'ilgan, 2018-yil 13-martda vafot etgan. Umri davomida maktabda va el xizmatida duradgorlik, ustachilik, imomlik qilgan. Nuraddin qizi Maryam 1926-yilda tug'ilgan, 2017-yil 30-avgustda vafot etgan. Said Ahmad qizi Oysha 1927-yilda tug'ilgan, 2007-yil 3-dekabrda olamdan o'tgan. Jumamurod qizi Hamida 1930-yilda tug'ilgan, 2004-yil vafot etgan. O'tgan umri davomida dehqonchilik bilan shug'ullangan. Keyingi yillarda maktabda ishlab nafaqaga chiqqan. Shukurullo qizi Soliya 1946-yilda tug'ilgan, 2022-yil olamdan o'tgan. Shukurullo o'g'li Jobbergan 1947-yilda 25-dekabrda tug'ilgan, 2020-yil 22-martda vafot etgan. O'tgan umri davomida dehqonchilik bilan shug'ullangan. Oxirgi vaqtlarda imomlik qilgan. Shukurullo o'g'li Matyoqub 1952-yilda tug'ilgan, 1994-yil 14-iyunda vafot etgan. O'tgan umri davomida duradgor usta bo'lgan. Shukurullo qizi Roziya 1954-yilda tug'ilgan, 2016-yilda vafot etgan. O'tgan umri davomida dehqonchilik bilan shug'ullangan. Matyoqub o'g'li Egambergan 1979-yil 24-iyunda tug'ilgan, 2014-yil 25-avgustda vafot etgan. O'tgan umri davomida dehqonchilik bilan shug'ullangan, oxirgi 3 yil davomida qabristonni obodonlashtirishda ishlagan.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.